Ne? Elimi çıkmazsa? Ölmegen bitdingiz? Qanday o'lmamam? Nasıl elimi çıkmazsa? Siz xo'rak tatmasangiz mas o'lab qolgan o'xshay debdimi? Ulan ben tatap ulan! Voy bir ishni qilaylik, oxirida chiqaylik. Aram bek olganda. Mala? Ulan! Aka Samsud'un 5 neprına Beş ektirgan. bakka maya basımda kaltağa cevap verdi. Vay aka men ma teyan ekteydigen ap yağ yeme ettim şu an. Ya yok kamız bakanlığı Vay aka bir şey teyalı kıtırgan. Boğan tikedi. Vay çitik lan 5 nep. Ektirgan Allah. 5 tamsınız o. Cevap. Aş karı yerlerden. Aka bir uç goş olgan tiki bir çıkrak sepirgan. Bana fikir bana. Ak edem zanlıqıma bir çıkrak selana kargışınızdan. Ak aş çıkan daş goşları sağan çıkrak sanmamsız o kıkınımda peteli kılmay. Oldu mu fikir? Ha? Ana? Azırak ben lazım çıktırayım. Oldu mu? Yakay mı? Hadi kaynıyor. Adashlar nonda bormasa, ya bo'ldi desam men ularga mashina chaqirtmayman. Ma'qul bo'lsa? Ma'qul. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, men editatsiya choptirayam. Ha, yaxshimisiz. Ana tasdiqlagatib tushabdi, markazlash punktini yana to'xtatib qo'ydim. Nima qilma hozir tushaylik. Mashinamniki nomer taqdisi MZ 923. MZ 923. Vay. Vay. Meni izdima bundan ekan. Vay. Ha, men hozir tushay, sen saqlab turarsan. Ma'qul. Tova. Turmush odamni ahmoq qilishga amroqmidi yoki dedi taksisi shunchalik xislatlikmidi? İsminiz nima? Zubayda. Ha. Mening ismim Muhammad. Senin bana sen. Yigine? Yemayman. Qara jinim, men shu mashina olsam, ikkimizniki shu bosh harfi bilan yurgan kunini nomer taqdim qilishni o'ylashdim. Misol qara, MZ 923. Light page chiqadi. Mashina olamsa? Nimanga mashina olsa? Sizning mashinagidek nimang bor? Ha? Zerikmi domam işte gapni davrib. Ishko'ydikilar uyini oladi, bergan pulni igilik tiklayman deb yo'q qilding. U qarzni qaytiraman deb bankdan qarz olib, uni yo'q qilding. Senga nimanga mashina olsa? Nimang qoldi ismingki? Voy, sen bu gaplarni to'la anglab zerikdim. Meni chidg'uchilikka qolmadi meni. Zerikdim men, seni zerikdim. Buni kimin izdima? Men sen bilan to'y qilsam, hargiz baxtli bo'lib olamayman. Meni izdima buniki. Aradan 5 yil o'tib, bugun uning simasini tunji qatim ko'rishim. Ayni chog'da u bizning uydagilarga qarashga hech qanday jur'at yo'q edi. Aramizda